Önünde 70-75 yıldır. 70-75 yıl. Qiz bolani qaragaman. Voy, aytmaydi deb o'yladim. Ne oldu? Men Sila, sen mag'rur bosgan qizsan. Man silasan mog'or bosgan qizsan. Ne deyapsiz? Короче, anavi Telegramdan rasmiy tashladingni ko'rdim. Вообще такой qiz ekansan, men seni zakaz qilmoqchiman. Qachonga vaqting bor? Normalni gapiring deyapman. Normalni gapirdim-ku. Ko'rdim, вообще такой ekansan o'shanga. Ayog'i Men so'ragan qizlardan emasman. rasmiy такой ekan. Nima sen zakaz qilmoqchiman? Qanday zakaz qilsam bo'ladi? O'rgat. O'zingdan ketyapsanmiz, ha? Nima sansirayapsan meni? Men seni taniyman. Sen anavi YouTube'dagi Tete Fayozovsan. Seni bor-ku, hozir YouTube'ga kiraman. Rushod qilib olaman, ertaga sudga boraman, sen bilan sudda gaplashaman, tushundingmi? Qanday meni screenshot qilib olib sudga borasan? Zakaz qilish ko'rsataman men senga. To'g'risida takoy bo'lgandan keyin zakaz qilmoqchiman-da. O'chir ovozingni. Men sen o'ylagan qizlardan emasman. Bilganingni qil, o'g'li, sen militsiyaga ber, farqi yo'q. Qo'lingdan nima kelsa qil, bor. Sudga beraman seni, sudda gaplashaman sen bilan, qarab turgin. Ha, bo'pti. Bilganingni qil. Chiqib ketaverdi. Chiqib ketaverdi. Men bu gapni aytmadim. Men o'zimdan gapiraverdim-da. Hala, nima bo'ladi endi? Sudga beradi endi. Bu qanday birinchi militsiyaga berib, через sudga oshirishi mumkin-ku yoki sraz sud bo'lib ketadimi? Hozir shuncha gaplaringizni zapis qo'ygan bo'lsa, uchasiz asta uchasiz hozir. Unaqa qo'rqitmang odamni. Siz ham anaqa qilyapsiz hozir. Qo'rqityapsiman. Yo'q, qo'rqmang, bu Buxorolik qiz ekan, o'zimiz zemlyak. Tanishlar bor. Hech nima bo'lmaydi. Maksimum shtrafda, endi maksimum shtraf. Zado hozir yana qizni chaqirib yonimizga yana kechirim so'ramayman, unaqa kechirim so'ramaymiz. Gapirdingiz bo'ldi. Shtraf to'laysiz maksimum. Lekin bekor gapirdingiz, endi ortiqcha pullar o'sha ham. Nima, endi shunaqa bo'lish kerak ekan, nima ham deymiz? Qani qo'ldan kelganini